Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 28-iyun sanasi bilan Denov avtobozorda Sparklar qatoridan video tayyorlab boshladik. Like bosib qo'yaverasizlar. Egalari rozilik bildirgan yoki mashinamni video qiling degan odamlarning mashinasi syomka qilinadi. Kimda qanday e'lon bo'lsa kommentariyada guruhga o'tib shunda e'lon bersalaringiz bo'ladi. Surxon Obzor kanalida to'liq videolar chiqaveradi. Chiqarmaymizmi og'a? Sparklardan so'raganlar ko'p. Ma'lumotni aytib tursangiz bo'ldi deydi. Ma'lumotlarni aytib tursangiz YouTube'ga chiqaraveramiz sotuvga. Keling. Qayerda mashinasi? Termizda mashinasi. Yil necha ekan? 14 talik balonlar o'rta holatda. Yili 20 oq Spark. Kraskasi qanday? Fitnolari bor deyilyapti. Metan propan? Benzinda mashina. Olingani beri benzinda yuribdimi? Mana ko'rasizlar, olingani beri benzinda deyilyapti. Yurgani qancha ekan? 148 ming. Azizlar, chexol poliklari bor, mexanika Spark monitorlari bor ekan, tarkibga chexolgacha qo'yilgan. 148 ming probeg. Motor ochilganmi? Yo'q, Ochilmagan, ha? Demak, 1,5 kurik mashinani yurgani. Qancha baho qo'ydingiz, og'a? 70 million aytilishi. Xo'p. Yili 20. Taqalganini ayting. Nomer qoldiramiz, xudo xolasa savdosi bitib qoladi YouTube'da. 65 lar bo'lsa beriladi. Ishonchni berasizmi xaridorga? Hech qanaqa taqiq yo'qmi? Hujjatda muammo yo'q. Nomeringizni ayting. 99 kodi bilan 686 69 99 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Surxon Obzor kanalidan ko'rdim desalaringiz, kelishtirib berasiz-a? Mana ko'raverasizlar. Oq rangdagi Spark holati juda ham zo'r turibdi. Xullas, akalar qaysi Sparklar chiqaramiz yana? Mokren chiqarmaymizmi? Assalomu alaykum. Qandaysiz, polvon aka? Charchamayapsiz, polvon aka, zo'rmisiz? Qizilda chiqarmaymizmi, qizilda? So'raganlar ko'pda. Ha? Sparklardan chiqaraylik ko'proq. Aytingizlar ma'lumotlarni. Ha? Xullas, chiqarishga harakat qilamiz. Ko'proq mashinalarda. Sizdanmi Spark aka? Assalomu alaykum. Qandaysiz aka, zo'rmisiz? Ikkovi sizdan, ha? Qaysidan boshlaymiz? Rais, qaysidan boshlaymiz obzorda? Chotki qilib. Kayfiyat qanday? Zakonnami? Boshlab oldingizmi ertalabdan savdoni nasib etsa? Buni yili necha? Art etkasiz. 19. Mexanika. 19 mexanika. Kraskasi qanday? Kraskasi Balonlari yangi ekan, kapot ichida bor deyilyapti. Qayerda mashina? Termizda mashinasi. Metan propan. Metan. Necha baho qo'ydingiz 19 ga, og'a? 75 aytilishi. Xaridor so'radimi yo'qmi hali? Kecha, bugun, endi-da. Necha bo'lsa beraverasiz buni? 70. 70lar bo'lsa, ishonchnoma bitadimi? Kam bor, 70 dan ham xayri bor deyilyapti. Xullas, bunisini ham aytib o'ting, birdan nomeringizni oxirida aytamiz. Buni yili necha? Bu ham 19. Kraskasi yo'q. Metani bor, kraskasi toza deyilyapti. Mexanika ekan bu ham. Bularni yurgani qancha aka? 127 ga 118. Nomeringizni ayting. Hurmatli obunachilar, bittasi bozorda sotilib ketgan taqdirda ham ikkinchisi yoki nima deydi? Xullas savdo qilaveradi-da. 97 kodi bilan 550 41 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana aloqaga chiqib savdo qilsangiz bo'ladi. Qora rangdagi Spark so'raganlar uchun Denovning mashinasini ko'rsatib o'taman. 2013 yili chaqirchiqqa kraskasi bor deyilyapti. 14 talik balonlari juda yaxshi holatda turibdi. Demak, monitorlari bor, chexol poliklari joyida. Yurgani qancha ekan? 3 kurik. Mashinani yurgani 3 kurik. Qancha baho qo'ydingiz 13 ga, og'a? 40. Aytilishi. Xaridor so'radimi yo'qmi hali? 35 soldim. 35 ga berilmagan. Dedingiz necha? 36 mi, 7 mi? Endi 37 lar. 37 lar bo'lsa beraman deyapti. Ishonchnoma berasiz, ha? Xohlagan hujjat bo'ladi. Hujjatda muammo yo'q, azizlar.
Xullas, nomeringizni ayting. 97'lik. 97 kodi bilan 552 30 00 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Sparklarni qorasidan minaman deganlar bo'lsa. Azizlar, 2011 oq rangdagi Spark ko'rsatib o'tamiz. Denov Oxunboboyevning mashinasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita detalda kraska bor deyilyapti. Metan dedingiz-a? Metanlari bor, monitorlari ham yaxshidan qo'yilgan. Avtomat korobka ekan. Chexol poliklari joyida. Mana. Yurgani qancha? 200 bo'ldi. 2 kurukka 7 deyilyapti. Ko'rurasiz, balonlari o'rta holatda ekan. Qancha baho qo'ydingiz aka bunga? 60 aytilishi. Xayri bormi? Kelishtirib berasiz-a? Ishonchnom beriladimi yo'qmi xaridorga? Beriladi. Hujjatda muammo yo'q-a? Nomeringizni ayting. 99 99 kodi bilan 378 73 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Surxon Obzor kanalidan ko'rdim desalaringiz, kelishtirib berasiz aka. Endi baland narx aytyapti deb negativ yozib yotmangizlar, chunki bu bozor. Sotuvchi 1000 so'm desa ham haq, xaridor 1 so'm to'lasa ham haq akalar. Mana ko'raverasizlar. Azizlar, orqa kriloda petno bor. Yili 2017, balonlar 15 talik yangisidan 8 diskalardan qo'yilgan. Mashina tiniq turibdi. Metan balon nechtalik ekan? 65 talik metan balonlar. Mashina tiniq turibdi haqiqatan. Qisqacha salon holatlaridan ham ko'rib o'tamiz. Avtomat korobka, poliglar bor, chig'ollar qoplanmagan, video registratorlari bor ekan. 94343 kilometr mashinaning yurgani, azizlar. Hozirgacha like bosmagan bo'lsalar, like bosib qo'yingizlar. Ko'proq odamga bu videomiz ko'rinsin, ko'proq xaridorlar ko'rsin. Mana shu mashinalar ham ertaroq sotilsin. Men sotuvchidan ham, xaridordan ham bir so'm umidvor emasman. Aka, bozor necha ko'taryapti? Endi-da aytilishi qancha bo'lyapti? 85 million aytilishi. Demak, motorlar ochilmagan, metanlari bor, tayyor. Dedingiz necha? Taqilgan necha berib yuboraman deyapsiz? Kelishamiz, jazman bo'lsa o'rladigan bo'lsa kelishamiz. Ishonchnom beriladimi xaridorga? Kamera pul bilan variant yo'qmi? Chunki mendan variantga so'raganlar ko'pda. Barter bo'lsa Cobaltga barter bor ekan. Yetmagan pulni berasizlar. Kelishiladi. Xullas, Denovning mashinasi, nomeringizni ayting. 97 kodi bilan 944 33 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan mokr asfalt rangdagi Spark ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizda ashaddiy obunachining mashinasi. Orqa qayerda? Petno? Chapdami? Mana o'zi tushunmaydigan odam bilan mana shunday mana shu yerda. Shu yerda? Ha, mana shu yerda. Sepilgan. Sepilgan. Bilinmaydi umuman. Bilmaydi. Demak, Termezning mashinasi azizlar, saka diskalar qo'yilgan, balonlari ham yaxshi holatda ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Shumka bo'lmaganda. Yo'q, Monitorlar yaxshisidan qo'yilgan, xullas, chexol poliklari joyida. Probeg necha? 125 ming yurgan. 125 ming probeg. Demak, bir kurukdan oshgan. Motor ochilganmi? Yo'q, ochilmagan. Motor ochilmagan. Metan dedingiz-a? Metani bor. Demak, qancha baho qo'ydingiz bunga? Endi 65 deyamiz, kelishda beramiz. Konseynerlar hammasi joyida? Hammasi ishlaydi. Ishlamaydigan joyi yo'q, hamma joyi ishlaydi. Gap yo'q, tushunarli. Demak, qancha aytdingiz bunga? 65 deyamiz. 65 aytilishi. Taqilganini ayting, rais. Taqilganini siz aytib. Endi xuddi sizga o'zingizga o'xshagan obunachilar, xaridorlar chiqadi-da. Ishonchnom berasizmi xaridorga? Azizlar, egasining raqamini aytib o'taman. 62 million oxirgi narxi deyilyapti. Ko'raverasizlar. Mashina tayyor. Olgan xaridor biletlar hamma narsa qo'yilgan. Biletlar qilingan-da, paralar. Mana. Ayting nomeringizni. Yo'q. Zamoq qo'shsangiz 62 oxirgi narxi deyapti, yili 19. Vo'na yondi, endi yondi aka.
Nomeringizni ayting. Bular. 95 kodi bilan 085 55 44 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Termizda mashinasi. 2013 Lada Granta so'raganlar uchun 1.6 motor azizlar 20-30% kraskasi bor deyilyapti. Strashniy udar yo'qmi? Mana ko'rishlarimizga endi o'ziga yarasha ishqibozlari bor. Bu ham inomarka hisoblanadi azizlar. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Balonlar o'rta holatda ekan. Qayerda mashinasi? Denovda mashinasi. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Qo'liklar bor, chexolda qoplanmagan, magnitofonlar joyida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yurgani qancha ekan? 2 kirga boryaptimi? 1.5 kirga deyilyapti. Xullas, Denovda mashinasi. Motor korobka zo'rmi? Motor korobka ideal deyilyapti, azizlar. Xullas, qisqacha ko'rib o'tamiz. Metanlari bor. Mana 1.6 motor. Og'a buni aytilishi qancha dedingiz? Aytilishi 23 oxirgi narxi deyilyapti. 23 million so'm. Ishonchni berasiz xaridorga? Beramiz. Ayting nomeringizni. Sayt nomeri 77 kodi bilan 107 15 55 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Denovda mashinasi. Azizlar, hadoviy sistema yangi qilingan deyilyapti. Yangi sakadiska balonlar qo'yilgan 2010 yili. Sarosiyo Sharg'unda mashinasi. Voy, kraskasi qanday buni? Kraska chaqa-chuqalarga bor. Chaqa-chuqa petno bor. O'xshashi ko'rasiz, udari yo'q. Strashniy udari yo'q. Yo'q. Demak, azizlar, Sarosiyoning mashinasini ko'rib o'tamiz. Mashina haqiqatan tiniq turibdi. Yurgani ko'ramiz. Shifon qo'liklar joyida. Yurgani 275 ming. Mendan Matiz so'raganlar juda ko'p azizlar. Bemalol hozir egasini raqamini qoldirsak, savdo qilaverasizlar. Motor ochilgani qilinganmi? Motorlar qilingan, bir joy Qilingan, moyima deyilgan. Nomeringizni ayting. 99 kodi bilan 233 342 71 33. boshini ayting. 99 342 71 33. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Agar hozirgacha like bosmagan bo'lsangiz, ko'proq like bosib qo'yaveringizlar. Mana efirdagilar orasidan yoki YouTube'dagi videodagi orasidan xaridorlar chiqish uchun ko'proq odam like bosish kerak azizlar. Xohlasa generalni, xohlasa aqalmaydi. Hujjatda muammo yo'q ekan. Istasangiz ishonchnoma orqali, istasangiz nomingizni o'tkazib olsangiz bo'ladi. Azizlar, VAZ 2106 olaman deganlar uchun Surxondaryo viloyati Sherobodda mashinasini ko'rsatib o'taman. Sariq asijit qilib sepilgan deyilyapti. Balonlar o'rta holatda ekan. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Azizlar, bunaqa mashinalardan probek so'ralmaydi. Muhimi hadovoy hamda motor korobka zo'r bo'lsa bo'ldi. Og'a, motor korobka qanday? Ishlashi zo'rmi? Hadovoy sistemachi? Hadovoy motor korobka zo'rmi? Zo'r, ha? Sherobodda mashinasi. Xohlagan hujjat chiqadi. Yili necha edi? 88 yili. Necha baho qo'ydingiz? 18 million aytilishi. Taqalganini ayting buni. Taqalgani 15 dan chiqsa beramiz. 15 dan chiqsa baraka deyilyapti. Variant ajdanasi qanday? Yo'q, narxga qarab. Ishonchma berasiz, ha? Beramiz. Hujjatda muammo yo'q. O'zimizdan. Ayting nomeringizni. 88lik 88 kodi bilan 020 020 32 23 23 23 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Og'a, Surxon obzor ovnashlarini ko'rsatiraverasiz. Charchamang, rahmat. Qaysi? Keling. Azizlar, mana ikkovi, ha? 87 qaysi? 87 dan boshlaylik. Hozir 2000 dan ko'ra 87 tiniq ko'rinib turibdi-da. Qarang, asijit bo'lganda. Yili 87. Sakka diskalari joyida ekan, balonlari o'rta holatda. Xullas, metan propan. Metanlari bor. Qayerda mashina? Sho'rsh tumanining mashinasi. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'taman. Ikkitani birdan sotay debsiz-da? Bitta kaltda o'taladi.
Bular o'chiraver. Motor ovozlari yaxshi. Xullas, motor korobka ishlashi zo'rmi? Hamma tamom. Og'a bu 87 ga qancha baho qo'ydingiz? 30. 30 million so'm aytilishi. Endi yana bitta narsani aytib o'taylik, narx tushib boryapti-da. Hozir bunga buni obzor qilaylik, keyin bunga boshqa narx belgilaymiz. Bo'ptimi? Keling. 2000 dedingizmi buni? Xo'p. Bundan aybi yo'q. Aybi yo'q. Kraskalari qanday? Kraska bor. U yoq bu yoq chaqa chiqqan. Balonlari yangi ekan buni. 2000. Bu ham sho'rshina mashinasimi? Temir metal. Aha, temir metallar qo'yilgan deyilyapti. Motor korobka zo'rmi? Korobka 5 tali. Endi og'a 87.06 ga qancha baho qo'ydingiz? 2000 ga qancha baho qo'ydingiz? Bunga 20 million aytyapmiz, bu 30 aytdi. Kelishiladigan joyi bor. Kelishiladigan joyi bor. Kelishtirib berasizmi? Ishonchnom beriladi ikkoviga. Beriladi. Azizlar bemalol telefon qilib savdo qilaverasizlar. Lekin og'a narx tushib boryapti. Shuning uchun kelishtirib arzonroq sotib, ertaroq sotib oling-da. Ayting nomeringizni. 91lik 91 kodi bilan 75 necha? 075 075 27 07. 27 07 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Again old Azizlar 2010 Metallica Matiz 5 olaman deganlar uchun hujjatda muammo yo'q deyapti. Bu og'amiz o'zim nomimda deb aytayapti. Xullas kolonkalar bu yoqda qo'yilgan Pioneer. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Metan propan. Metan. Metanlari joyida, chexol poliklar bor. Oynalar elektronik ko'tarib tushiriladi. 514 mingmi? 5 kirib yurgan. Motor korobka hadovoy taxlangan deyilyapti. Chexol poliklar joyida. Og'a qancha baho qo'ydingiz bunga? 25 deyapmiz aka. 25 aytilishi kam bor. Taqalganini ayting 25ingizdan bekor. Chunki narx borgan sayin tushib boryapti. Aka siz kanalingizdan kelsa 23 ga beramiz. 23 million bo'lsa baraka. 2015 da. Ishonchnoma berasizmi xaridorga? Ishonchnoma? Hujjatda muammo yo'q. Xohlasa ol sotsin, xohlasa gensin, muammosi yo'q aka. Nomeringizni ayting. 94lik 94 kodi bilan 749 749 79 79 97 97 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi azizlar. Matiz so'raganlar uchun 2014 Denavda mashinasini ko'rsatamiz. Kondisionerlar ishlab turibdi deyilyapti. Balonlar o'rta holatda ekan. Qisqacha ko'rib o'tamiz azizlar. Mana metanlar bor ekan. Qani? Mana tashqi tomonlarga ham e'tibor berasizlar. Qaysi? Metan gaz balonlar yangi qo'yilgan deyilyapti. 185 ming mashinaning probegi azizlar. Demak, chexol poliklar bor. Mana ko'rasizlar. Motor korobka zo'rmi? Og'a necha baho qo'ydingiz? 30 mi? Kelishtirib berasiz-a? Generalni ham chiqadi. Ishonchnoma ham beriladi. Hujjatda muammo yo'q. Ayting nomeringizni. 97 kodi bilan 535 88 87 o'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Surxon Obzor kanalini aytsalaringiz kelishtirib berasiz, o'g'a. Yana ham kelishtirib chiroyli narxi berishadi. Azizlar, Matizlarda 2011 dan minaman deganlar bo'lsa, propanda aka. Propanlar bor, motor ovoz zo'r mana. Qayerda mashina? Termizli mashinasi. Qisqacha ko'rsatdim, balonlarni yangisidan qo'yishganiga mana xaridor bobolarimiz kelib mashinani u yoq bu yoqdan ko'rib turishibdi. Bemalol ko'raverasiz, bobo men xalaqit qilmayman sizlarga. Bu yeri nima bo'lgan? Vakuum joyi bor ekan-a? Xullas, chexol poliklari joyida 204 ming mashinaning probegi azizlar. 2 kuruk. Demak, bunga qancha baho qo'ydingiz aka 11 ga? 25 aytilishi. Bitta kattaroq ho'kizni pul bo'pti-da. Taqalganini ayting buni. Termiz mashinasiga. Kelishtirib berasiz-a? Kelishiladi. Ishonchnom berasizmi xaridorga? Hujjatda muammo yo'q. Azizlar,
Oladiganlar bo'lsa tavsiya qilaman, chunki mashina motor holatlari zo'r, ovozidan bilsa bo'ladi-ku. Hadovoylari ham zo'r deylar, balonlari ham 13 talik yangisidan qo'yilgan. Nomeringizni ayting. 95lik 95 kodi bilan 787 787 70 78 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Tika so'raganlar uchun 1997-yilda ishlab chiqarilgan Denovning mashinasini ko'rsatib o'tamiz. To'q ko'k deymizmi? Hozirgi Darkman Blue rangga o'xshab ketyapti-da, ha? Mana ko'raverasizlar, yili 97. Demak, asfalt qilib sepilganda, ha? Sepilgan deyilyapti. Xullas, chexol po'liklar joyida. Endi bu mashinadan probeg so'ralmaydi, 622 ming dan oshgan probeglari azizlar. Muhimi bularda hadovoy motor korobka zo'r bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Xizmat qilsa bo'ldi-da. Hamma tomoni idealni deyilyapti. Demak, ishlashi zo'r. 97 tikaga qancha baho qo'ydingiz? 18 aytilishi. Og'a 18ingiz bekor. Kelishtirib chiroyli narxni belgilaylik, xudo xolasa xaridor olib ketsin buni. Kelishtirib berasizmi? Ishonchnom beriladi. Hujjatda muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Dedingiz nechi? 18 dan qancha o'tib beraman deyapsiz? Klient kelsa o'tib beradi. Ustida savdo qilinadi. Shunda ya, demoqchi bo'lganim, kelsa ustida bo'ladi-da. mashinani ustida savdo qilinadi degan. 18 da tuvoq. 18 aytilishi. 16 bo'lsa beradi. Necha pul bo'lsa bitadi? 15-16 lar bo'lsa bitadi deyapti. Endi hurmatli obunachilar savdo qilaverasizlar bemalol. Nomeringiz? 95lik 184 95 kodi bilan 184 77 78. 77-78 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Azizlar, endi qimmat aytyapti deb negativ yozmaysizlar, chunki sotuvchi 1000 so'm desa ham haq, xaridor 1 so'm so'rasa ham haq degan joyi bor. Oq tikani egasi bormi ekan? Menman. Aka siz-a? Yili necha buni? Yili 97. O mana 97 mashina taniq turibdi, balonlari ham yangi ekan. Qayerda mashina? Mashina Sarasyoniki. Sarosiyoniki. Benzindami deyman? Benzin, gazda. Knopkada o'tadi. Bu propanda. Ha, Propan qo'yilgan. Knopkada deyilyapti azizlar. Xullas, mashina taniq turibdi. Kraskalari qanday? kraska bitta eshikda. Bitta eshigida. Qolgan joyi radnoy. Ha, radnoy. Gap yo'q azizlar. Chunki shuncha vaqtdan beri saqlash o'zi ham bo'lmaydi. Qarab minilgan bo'lsa, toza turadi. Ochib yopib ko'rsatdi. Chexol po'liklar joyida yurgani 323 ming. Mercedes eshikda yo'qlar. Sekingina yopsa ham yopilyapti, demak. Holati yaxshi. Xullas. Aka qancha baho qo'ydingiz bunga? Uni 23 million baho qo'ydim. Xo'p, 19 million so'rashyapti. 19 ga bitmayapti. Dadangizga ayting, bir yorilib gapiring xaridorga. Dedim 21 million. 21 lar bo'lsa bitadi. 21 dan xayri yo'qmi? Yo'q. Ha? 2 million tushib beraman shu 23 dan. 23 dan 21 ga tushib beraman deyapti. Demak, ishonchnoma berasiz xaridor. Ha, hujjatini beraman. Nomeringizni ayting. 91lik 91 kodi bilan 573 573 28 20. 28 u 20 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. 19 ga variantga so'radimi? Naqdga? Naqd, sherda sanadi. Naqdga bitmagan. Tikoning o'ziga yarasha ishqibozlari bor azizlar. Zazorlarning Ancha ekonomishni mashina. Maron joyda unda Ko'rasizlar azizlar. Sizga pul kerakmi? Endi muammo emas. Termiz shahrida joylashgan Hamroh mikromoliya tashkilotidan siz 6 xil yo'nalishda mikroqarz hamda mikrokreditlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Ya'ni pensioner odamlar uchun 10 million so'mgacha, 3 kishining bir-biriga kafilligi asosida 7 million so'mdan 21 million so'mgacha, kichik savdo rastasini rivojlantirish maqsadida 25 million so'mgacha, rasmiy daromadi bor shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun 50 million so'mgacha, 2010-yildan yuqori yillarda ishlab chiqarilgan avtomobillar hamda 4 yoki undan yuqori qavatli uylar garov evaziga 300 million so'mgacha pul mablag'larini faqat naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzil Termiz shahri yubileydagi Kartinka savdo markazining orqa tomonida. Hamroh mikromoliya tashkiloti, Termiz filiali.
Hurmatli obunachilar, uyingizda xuddi shunday gip kamin yoki gip klenkerdan bitkazmoqchi bo'lsalaringiz, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida Faxriddin akamizda tezkor ustalar jamoasi ajoyib narxlarda bitkazib berishyapti. Gip kaminni mana ko'rishlaringiz mumkin. Tepaga monand qilib, tunikafonga bir xil qilib bitkazib berilgan. Bu ideyani ham o'zlari bergan. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, uy egalariga. Qisqasi 85 ming so'mdan gip kamin, 125 ming so'mdan gip klenker bitkazib beriladi. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz bo'ladi.